Mayoring tug'ilgan kunida kechki ovqatga ertachiroq kelishni unutmagin. Ona, bugun do'stlarim bilan uchrashishim kerak. Siz jiddiy gapiryapsizmi? Hech bo'lmaganda uyga qaytishingdan oldin sovg'a olib kelgan. U nega kerak? Yo Soho, qachon kelasiz? Hammalar uchun PC kafesida. Siz bu yerda yo'q yagona odamsiz. Kechirasiz, lekin bugun kun bo'yi yolg'iz qoladigan ko'rinasiz. Kuting, nega ortga chekinyapsiz? Qo'ysangizchi. Qani endi men sizga agar kelsangiz ramyon sotib olib beraman. Kechirasiz, lekin men bugun bandman. Ertaga ko'rishguncha. Ko'zingga qarab yur. Uzr. Kun o'zi juda ham yomon o'tdi, lekin nega men bu kabi ahmoqqa duch keldim? Men boshni o'tkazmaganiga nima qoldi? Bu nima Shavkat? Zilzila bo'lyapti. Yugur! Asla yo'q. Bu yerdan uzoqlashing. Kimdir yordam bersin. Bu yerga kel. Yo'q. Nimalar bo'lyapti? Bu tosh bo'lishi kerak. Tosh. Men qayerdaman? Qasam ichamanki meni yuk mashinasi bosib o'tdi. Nima bu? Uyg'onganingizni 2 oylik sayyorada g'alati hayvonlar to'la o'rmon dedingizmi? Va ayiq bo'rilar o'ziga qarshi kurashmoqda. Bu gap sizning og'zingizdan chiqdimi? Siz bu gaplarni qayta ta'kidlamoqdasiz. Jenursan. O'zdub Comics kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berdi Janobdor. Keyingi qismlarda ko'rishguncha